Birinchi Bugun ishon qiladilar oxirimiz kelmagan darsga. Sababli. Mana shu partada o'tirganimizga mana 40 yil bo'ldi. Bundan 40 yil oldin mana shu partada shu birinchi sinfga kelib o'tirgansizlar. Mana hozir endi maktabda xayrlashib, mana mustaqil hayotga qadam qo'yib, bunga 30 yil bo'ldi. Mana shu 30 yil ichida hamma mana ancha o'zgarishlar bo'ldi. Mana shu 30 yillik mana shu hayotlaringiz bilan tabriklayman hammalarni. Sizlarga mana shu 30 yil ichida bo'lgan yangiliklar, 30 yil ichida bo'lgan o'zgarishlar, mana shular haqida suhbatlashib bugun yig'ilgansa, mana shu 30 yil ichidagi bo'lgan nimalarni endi biz suhbatlashib ko'rin qilib mana bugun yig'ilishganmiz. Endi bu aytishga oson 30 yil o'tish. 30 yilda hammangiz mana shunday tuzilishib, mana yig'ilishib, mana bugun yig'ilishgan ekansizlar. Mana shu bundan keyingi hayotlaringizga yaxshi mustaqil hayotlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Hamma tinch hayot, mana shu yashayotganlaringizga mana birinchi darsimiz endi mana shu mana shu bugun endi mana shu 30 yil davomida bo'lgan o'zgarishlar, mana shu hayotlarimizda bo'lgan yangiliklar, xushchaqchaq o'tgan kunlar haqida suhbatlashar ekanmiz. Bugungi mana shu darsimizda qani birinchi Mana ustoz sizning mehnatingiz orqasidan bizlar shunchamiz ustozlardan o'sha samarasi bizlar mana hozir hammamiz Başta 3 yoshga ham 50 ga kiryapmiz. Hammamiz buvi bo'ldik. Buva bo'ldik mana. Hammasi shu sizning mehnatingiz orqasidan, ustozlarning mehnati orqasidan. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat. Qurbonov. Avvalan marhamat, assalomu alaykum. Mana shunday nima dedi. 30 yil mana bugungi kunga 30 yilga to'lgan hammamiz mana shunday kunlarda uchrashganimizga mingdan shukr. Mana shunday nima dedi. Sizday ustozlarimiz bor ekan, mana shunday yig'ilib, sizlar tarbiyalaringizni olib, mana yaxshimi yomonmi hammamiz bir-birimiz uchun nima dedi. Qadrlimizda hammamiz. Mana shunday kunlarga yetkazgan hammamizni uchrashganlarimizga rahmat hammamiz. Hozirgi kunda nima deyishim masalan? Birimiz tadbirkorlar filmlar deb aytavering-da. Tadbirkorman. Hozirgi kunda hozirgi bir kichik tadbirkorlik ishchilari. Toshkent shahrida ish yuritib Mana bugun hammamiz 30 yildan keyin birga yig'ilib, mana shunday kunlarni ko'rishlik nasib ro'zaylagan ekan, hammaga, ustozlarga, o'qitgan hammaga rahmat aytamiz. Mana shu endi hammamiz yaxshi hayotlarda bo'lib rivojlanishda davom etyapmiz. Hammaga rahmat. Hamshira. Qamash tumanida katta hamshiraman. Hamshira bo'lib ishlayman. Hammalaringizga rahmat, ustozlarga rahmat. Davomli bo'lsin. Siyarib. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana bugun 30 yillikka yig'ilibmiz, hammamiz jam. Ustozlarga rahmat. Ustozlar shu yerda turibdi. Endi nima deydi? Maktab bitirdik, qilmagan ishimiz qolmadi. Hamma ishni qildik. Hozir uyda endi. Tadbirkorlik qilib uyda. Shu rahmat sizlarga ustozlar. 40 yillik, 50 yillik deb shunday o'tiraylik. Rahmat. Nanish isini chiqib ketdi. O'zi kichikdim. Hayır, kichikdim bilmadim.
Rahmat omilar sizga birinchi bunda. Bizlar shuncha yetaklab mana 30 yilligimizga yetaklab mana kelibsiz. Sizga katta rahmat. Hammaga rahmat. Hammamiz festival etib beraylik. Keyin 40 yilligimizda ham, 50 yilligimizda ham nasib qilsa, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, bayramlarimiz davom etsin. Papa mana shu nimamizda oramizdan bir kishi bir o'quvchimiz nima bo'ldi, ayrildik. Mana shu haqida G'ulobjon bir nima qiling. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sinfdoshlar. Mana bugungi yig'ilishimiz sababi maktabchilar akamizga 30 yillik munosabat bilan yig'ilib turibmiz. Mana shu oramizda yo'qlar ham bor. Do'stimiz Toshtemir Adhamjon, bu yigit joylari jannatda bo'lsin. Juda yaxshi inson edi. Ochiq ko'ngil, mehribon, bir-birimizga hurmatda bo'lardik. Yana nima deymiz? Alloh rahmat qilgan bo'lsin, do'stlarimizni joylari jannatda bo'lsin. Umrini o'g'illariga, qizlarga bersin. Safimiz kamaymasin bundan keyingi yanagi yig'ilishlarda kamaymay yaxshi kunda uchrashaylik. Hammalari sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana bir bor tabriklayman hammalaringizni. Domla, bu nechinchi sinfdan boshlab olgansiz bu o'quvchilar? Yuqori sinf bo'lgandan keyin. Necha taxminan? 5dan 11gacha o'qigansizmi? 11gacha. Hozir necha yoshga kirdingiz? Men 72ga. 72 yoshda hozir, ha? Nimadan dars beradingiz? Fizika, matematika. Fizika. Boshqa sinf rahbarlaringiz ham bilasizlar, ha? Birinchi. Kim bu ismi? Tardayeva Safargul. Kim edi o bugun? Rahmat. Boshlang'ich o'qituvchi. Bugun 79lar 30 yilligidamiz. Bu tomosha qilib turganlarga, kelmaganlar bormi oramizda? Qatnasha olmay qolgan. Kimlar bormi? Shu ismlarni aytib qo'ying endi. Salom deb qo'ying. Kelyapti. Ular shu yoqda kutib turibdi. Kutib turibdi, ha? Endi bayramni churaligini boshlaymiz. Mana maktab bilan mana xayrlashganimizga 30 yil bo'libdi. Mana shu 30 yilda yangi omadlarga erishdingizlar. Bundan keyin mana shu yana qaytadan maktab partasida o'tiribmiz. O eslab yoshliklarda mana shu maktab bilan yana bir bor xayrlashamizdan endi katta tanaffusga chiqsak. Nima deysizlar? Assalomu alaykum o'quvchilarim. Mana bugun sizlarni ko'rib juda ham xursandman. Hop, mana bugun 30 yilliklaringizni, 30 yillikni inshaalloh maktabda eslab kelsa rahmat. Hop, mana sinf rahbarlaring 5-sinfdan to shu payt 10-sinfdan 11-sinfgacha rahmat qilaman. Ulug'murat Yushmat tomonidan tabriklar bilan mening ham ustozim. Meni ham o'qitgan. Keyin birga maktabda birga hamkasb bo'lib ishladik. Ko'p o'gitlarni olganman. Xudoga shukr. Men sizlarni ham ko'rib turib, yana shu davrlarga eslayapman-da. Shu tanaqiydilar. Endi mana Xudoga shukr, Hayot maktabida o'qiyapsizlar. Demak, Hayot maktabini juda yaxshi o'qiyotganimni sezib turibman. Sababi maktabga eslab kelib turibsizlar-da. Kamdan kam keladi bunday o'quvchilar. Rahmat sizlarga. Nasib qilsa hayotda qo'l qo'ymanglar. Hop, kelajaklarning porloq bo'lsin. Mana hozir bitta o'quvchimiz aytayapti, bugun bobo bo'ldi. Nasib qilsa chivarali bo'linglar. Serfarzand bo'lingizlar, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, kelajagimiz mana shu obod bo'laversin, dunyomiz tinch. Endi faqat o'zimizga bog'liq. Kelajakda bugundan boshlanadi deydi-ku. Demak, har doim kelajagimiz obod bo'lsin, ishlaringizga omad. Nasib qilsa mana ustozimizni men ham tabriklayman. Nasib qilsa men ham o'zim yilda pensiyaga chiqaman. Xudo xohlasa. Lekin hali ham shu ustozimni ko'raman. Shu ustozim men maktabga qanday kelgan bo'lsam, ustoz hozir ham shu ko'z o'ngimda shunday qolgan. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Rahmat.
Xo'p, ana endi tabrik navbat menga yetdi. Aytdim-ku, men sizlarni informatika, matematikadan o'qitganman, informatika o'qidim. Bu mening ustozim bo'ladi. Demak, menga shunday nasib qilgan ekan, ustozimga tabriklar. Ustozjon, albatta sizga. Hozir necha yoshdasiz? Men hozir 57 da. 57 ha? Nimadan dars berasiz? Men matematikadan dars beraman. Informatikadan mutaxassis bo'lganda dars berganman. Biz hamma meni informatik taniydi. Imom bo'yicha. Lekin asl matematika. Rahmat. Bu bizlar Qashqadaryo Qamashi Qamay, Ushlut qishlog'i 21-maktabdamiz. Domla shu yerlar omad. Rahmat. Sizga ham rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, bayramni boshlaymiz. Hammaga salomat bo'linglar. Qushlardek har tomonga uchib ketamiz. Kimlar yaqin uchadi, kim esa uzoq. Mustaqil hayotga bugun qadam qo'yamiz. Xayr maktabim mening, xayr maktabim. Unutmaymiz hech qachon seni maktabim. Xayr maktabim mening, xayr maktabim. Sog'inib yashaymiz doim seni maktabim. Opamiz oz kechib kelyaptimi hozir? Assalomu alaykum. Hozir ham kechib yuribding. Keyin mashina solasiz. Qandaymi? Kechib Bugun minus bo'lmasin. Yo'q, minus bo'lmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, barchangizga assalomu alaykum. Siz Sirojda kanal tomosha qilyapsiz. Bugun biz Qashqadaryo Qamashi Qamay 12 Qamay deganda Ushlut qishlog'i 21-maktabdamiz. 79-yillarni 30 yilligi. Bu hazil akam narsa emas, 30 yil degani bu. Kimdir yetishgan bor, yetishmagan bor. Videoni mazax ko'rasiz, oldindan like bosishni unutmang, kommentarda o'z fikrlaringizni qolishi mumkin. Videomni ko'p ko'rganlar bo'lsa, bitta like qolamiz. Salomat bo'ling. Videoni mazax topish. Omad tilayman. Unutmaymiz hech qachon seni maktabim. Xayr maktabim mening, xayr maktabim. Sog'inib yashaymiz doim seni maktabim. Tomoshabinlar, mana biz 30 yillikka Adirga chiqdik. Mana tadbirimiz chiroyli o'tyapti. Shilinboq ko'chalarida. Olam gullar bilan. Mana daraxtlarni tabriklaymiz. Mana 30 yil bo'ldi. Hamma shukurlarga yetkazsin. Mana shukurlarga yetkilyapti. Rahmat, opalar. Bayramni yaxshi o'tkazamiz bugun, ha? Rahmat.
mana shu 30 yillik to'ylaring muborak bo'lsin. Nasib qilsa hujjatcha o'tkazaylik. Yaxshi barchani hammalarga ishlaringga bundan keyin rivojlaymiz. Mana shu yerda festivalda o'tirib tarixda deganda 30 yil bo'ldi. Davlatlarga 40 yil. Yoshim uni yarim shundan keyin 100 yilga yarimi ketdi. Hozir 100 yilga ketdi. Sindoshlar, hammalaringizni tabriklayman. Mana 30 yillik bilan mana shuncha maktab bitirganimizga 30 yil bo'lgan ekan. Hammalaringizni tabriklayman. Hamma ishlariga omad, kasb-korga baraka bersin. Farzandlarning baxt kamolini ko'rsin hammasi. Kim nima aytgan bo'lsa, niyatlarini bersin, sog'lik, tinchlik bo'lsin. Nasib bo'lsa bundan keyingi bir 50-100 yillarda nasib o'tirish nasib qilsin hammamizga. Sog' hammamiz jamoa o'tiraylik. Hammani ishiga omad, kasb-korga baraka bersin. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Shuncha olinsin. Hech qanday bir azob emas. Aytishga oson, lekin qancha bular o'rtamizda bir kishini ham yo'qotdik, hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Bolalarimizning baxtini, saodatini ko'raylik. Eng birinchi tinchlik, xotirjamlik, sog'lik. Katta rahmat. Yaxshi. Hammadan qilsa o'zi. Sog'lik deydi. Ha, yetib keldi. Mas yetib keldi. Rahmat sizlarga. Qari tog'i toshdan, nelar kechmas aziz boshdan. Bu kunlar o'tar ketar, yaxshisi yo'q sinfdoshdan. Mana 30 yillik qilayotgan akamiz, sinfdoshlar, hammalaringizga rahmat. Doim avvalo yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Bundan keyingi 40 yillik, 50 yilliklarda ham mana shunday ko'payib o'tirishni nasib qilsin. Hammalaringizni tabriklayman. Rahmat aytganingiz kelsin. Avvalambor yaponlar sinfdoshlar. Bunday 30 yilda o'tirishdan o'zi bo'lmaydi. Hammalarni tabriklayman. Kimdirmaygina qilmasa, niyatga erishversin. Nasib bo'lsa 50 yillarda ham, 60-70 yillarda ham mana shu festivalga o'tirib yurish nasib etsin. Hammalarimizni farzandlarimizni baxtini ko'rishni tilayman. Hammalarimizni umrlaringiz umr davlatlarini qo'shsin. Rahmat. To'smang yo'limni, izlari tutmang qo'limni. Sohib jamol bir go'zal yo'limda intizormish. Sohib jamol bir go'zal yo'limda intizormish. Intizormish, zormish yo'limda intizormish. Intizormish, zormish yo'limda intizormish.
peshvoz chiqib qoshimga kiygizaydi boshimga peshvoz chiqib qoshimga kiygizaydi boshimga kiyib gullar to'ksin yo'limda intizormush kiyib dildor to'ksin yo'limda intizormush intizormush zormush yo'limda intizormush intizormush zormush yo'limda intizormush Ko'zlaringni sehri bormi ayta qolgin nozli yor qiynamay men bechorani kela qolgin nozli yor ko'zlaringni sehri bormi ayta qolgin nozli yor qiynamay men bechorani kela qolgin nozli yor bormi ayta qolgin nozli yor qiynamay men bechorani kela qolgin nozli yor qolgin nozli yor
sho'xsan ikki yuzing olma dildorani sho'xsan ertada ham yo'qsan noring gapni sho'xsan ikki yuzing olma dildorani sho'xsan guli guli go'zalim guli 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 vafodor guli o'tirishimiz
yaxshi o'tdi deb hisoblayman. Kamchilik bo'lmadimi? Hammalar uchun katta rahmat kelganlar uchun. Hozirgi yillarda 100 yillarga o'tirish nasib qilsin. Hammani ishiga, kasbkoriga baraka bersin. Endi so'z navbatini Bahrom aka mulla bir duo qiladi. Shunga so'z navbatini beramiz. Alhamdulillah hamda ziyatı mana sahana cihanların Allah'ın bergenimiz bir özüge şükür. Gelecek hamda Bukharadan aldık. Şifatını ödeyerek bergen Allah'ım. Başı 30 yıllık maşallah yaptık. Allah Allah'a bundan çok yeminler inşallah şamamız nasip kılsın. Tuz böyle oturup kargın diye başımızı düzeltiriz. Böyle oturup inşallah şamamız nasip kılsın. Allah'a yana ko'rishguncha ko'p bersin mana shu dasturxonga ko'pincha bo'ldi. Mana shu dasturxonga bizga mana shu yerda xizmatga bo'lgan Allohdan rahmatlar bo'lsin. Mana shu o'tirishda uyushtirgan kishilarga ham hammalarga xizmatlarga katta rahmat. Nasibsa mana yana yo'lga chiqyapmiz. Yo'llarimiz safarlarimiz bexatar bo'lsin. Nasibsa Alloh o'z panohida asrasin. Hamma yana ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga.